Kommentariya yozishdan oldin narxini eshiting. Alloh xayringizni bergur jannati birodarim. Narxi 11500 rubldan boshlanadi. Qarang, bu 11500 ichiga nimalar kiradi? Siz misol oladigan bo'lsangiz, Moskva shahridasiz. Moskvadan Samaraga uchasiz. U yerda o'zimizni shaxsiy voditellarimiz kutib olib, sizni Qozog'istonda Ilek degan chegara o'tkazish punktiga olib, granitsa qildirib, yana Samarani aeroportiga olib kelib qo'yadi. Qaytishda yana misol Moskvaga samolyotda kelasiz. Mana shu bordi keldi, aviabiletingiz, mashina rasxodi hammasi ichida 11500 rubldan boshlanadi. Narxlar kuniga qarab o'zgarishi mumkin. Bu aviakompaniyaga bog'liq, bizga emas. Sizlarga iloji boricha Rossiyada eng arzon kirdi-chiqdi xizmatini taklif qilaman. Alloh xayringizni bersin. Mashinada boradigan bo'lsangiz ham kamida 10,000 rubl shopirga pul berasiz. Yo'lda 3 kunlab yeb ichishingizga rasxod qilasiz, ichki ishlar xodimiga rasxod qilasiz. Undan tashqari yeb ich anaqangiz bor. 3 kun ish haqqingizdan yutkazasiz. Undan ko'ra 1 kunda samolyotda kirdi-chiqdi xizmatdan foydalansangiz bo'ladi. Agar ma'qul kelsa, +7 kodi bilan 921 762 25 00 raqamlariga Telegram tarmoqlari orqali murojaat qilishingiz mumkin. Ma'assalama.